Quloqdagi shovqin. Quloqdagi shovqin ko'p sabablarga bo'ladi-da. Keling, birinchi navbatda osteoxondroz, yelkadagi, bo'yindagi tuzlardan xalos bo'laylik. Semichkani ildizi bor-ku, kunga boqar. O'sha kunga boqarni tomirni olasiz. Xo'p deng. 100 grammini 3 litrga qaynatasiz. 5 minut. 5 minut qaynatgandan keyin suzib olasiz. Tomirni quritib qo'yasiz. Ikkinchi marta qaynatib ishlatish uchun. Boyagi 3 litrni 3 kun ichasiz. 1 litrdan kuniga. Tushundingizmi? Agar tomir ko'p bo'lsa sizda 1 litrga qaynatib har kun kuchli qilib iching. Tushundingizmi? Tomiringiz ko'p bo'lsa. Kunga boqar ildizi. O'sha keyin ikkinchi marta 3 kun o'tadi-ku, o'sha 100 gram ildizni yana qaynating 3 litrga. 7-8 minut, balki 10 minutdir. Qaynating. Ana sizga 100 gram hozir necha kunga? 6 kunga yetyapti. Tushundingizmi? Ana shuni ichib yuring. Xo'p deng. Undan keyin 2 oy ichasiz, aytib qo'yay. Quloqdagi shovqin agar osteoxondrozdan bo'lsa, qon tomirlar to'raygandan bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Keyin ana uni yog'ini tomizing. Oti nima edi? Achchiq bodom yog'ini ham tomizib qo'ying. Xo'pmi?